xizmatingizda Toshkentning eng zo'r samimiy diskotek gruppasi bolalar. O'zbekiston yoshlariga Pushin studiyasida 1993-yil yanvar oyida yozilgan maktublarimizni hadya etamiz. Rahbarimiz Ruslan Sharipov yoki Olov, bizning solistlar Tohir Sodiqov, Bahodir Po'latov va men Javohir Zokirov. Qani bolalar, boshladik. Shamollar ochar derazangni, sen turib oy nurida eslarsan o'tgan kunlarni. Shunda qarab senga yulduzlar, ustingdan jaratilar osmon, paydo bo'lar ko'zingda yoshlar, lekin u kunlar qaytmas hech qachon. Esingdan seni qish kunlari, shamollar uchirib boradi. Shu kunda biz tanishdik va birga bo'lishni xohlar edik. Esingdan seni qish kunlari, shamollar uchirib boradi. Shu kunda biz tanishdik va birga bo'lishni xohlar edik. Men ko'zlaringga qarardim va bu tushligim